Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, biz uchun tabarruk bo'lgan, namuna bo'lgan oila Hadicha onamiz va Rasulimiz alayhi salatu vassalamning oilalarida 4 ta qiz ko'rgan edilar. Mana shu qizlarning eng to'ng'ichi, eng kattasi Zaynab onamiz edilar. Shuning uchun ijozatingiz bilan Rasulimiz alayhisolatu vasallamning duru gavharlari bo'lgan Hadicha onamizdan meros bo'lib qolgan, xonadonining quvonchi bo'lgan suyukli qizlarini hayotlarini o'rganishni davom etamiz. Ushbu qizlarning to'ng'ichi va go'zali Rasulimiz alayhisolatu vasallam va Hadicha onamizning qalblariga katta shodlik va xursandchilik olib kelgan qizlari bu Zaynab binti Muhammad sallallohu alayhi vasallam edilar. Zaynab onamiz Rasulimiz alayhisolatu vasallamning eng katta qizlari bo'lib, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam payg'ambar bo'lishliklaridan avval dunyoga kelgan edilar. Rasulimiz alayhisalom bu qizlarini juda yaxshi ko'rar, xonadonini quvonchi deb bilar edilar. Hadicha onamiz bilan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ayni mana shu Zaynab onamizni ko'rganlarida hammaga xursandchilik xabarini berishliklari, qizlari uchun shukrona qilishliklari, qizlari uchun ehsonlar qilishliklari o'sha davrdagi odamlar orasida juda g'ayri tabiiy ko'rinardi. Chunki jahiliyat davrida qiz ko'rishligini or sanardilar. Zero hali payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam payg'ambar bo'lmagan bo'lsalar-da, hali Rasulimiz alayhisolatu vasallamga Qur'oni Karimdan oyatlar nozil bo'lmagan bo'lsa-da, Qur'oni Karimda qiz bolani ham ulug' bir ne'mat ekanligi to'g'risidagi xabarlar kelmagan bo'lsa-da, Rasulimiz alayhisolatu vasallam islomdan avval ham qiz ko'rganligini hamma oldida oshkora shukronasini qildilar. Jaholat botqog'iga botgan xalq uchun bu g'ayriodatiy ko'rinar edi. Chunki ular ba'zan qizlarini tirikligini ko'mib yuborardilar. Qiz ko'rganligi uchun o'zlariga or sanardilar. Lekin Rasulimiz alayhissalom va Hadicha onamiz oilalarida bunday jirkanch illatlar bo'lmadi. Balki aksi bo'ldi. Zaynab onamizni erkalatib katta qildilar, shukronalar qildilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam mana shu qizlarini to'ng'ich farzandlari bo'lganligi uchun juda e'tibor bilan katta qilardilar. Kunlar o'tib bordi. Zaynab onamiz Rasulimiz alayhisolatu vassalam va Hadicha onamizning qaramoqlarida go'zal tarbiya bilan katta bo'lib, turmushga beradigan yoshga ham yetib qoldi. Bir kuni Hadicha onamiz radhiyallohu anha o'tiruvdilar, oldilariga Xola binti Huvaylid radhiyallohu anha, ya'ni Hadicha onamizning opalari keldilar. Hadicha onamizga taklif berdilar. Ya'ni o'zlarining o'g'illari Abul Osga qizlari Zaynabni kelinlikka so'rab keldilar. Hadicha onamiz juda ham mamnun bo'ldilar, chunki Abul Os nihoyatda mulohazali, serg'ayrat, husn xulqlik, shijoatlik yigitlardan biri edi. Shuning uchun ham Hadicha onamiz bunday yigitni o'zini qizi Zaynabga mos ko'rardi. Lekin Hadicha onamiz nihoyat darajada odob va axloqda yuksak xulq fazilatiga ega bo'lganliklari uchun tabiiyki bu xush xabarni avval Rasulimiz alayhisolatu vasallamga aytib, ijozat olishlikni ixtiyor qilgan edilar. Hadicha onamiz Rasulimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga kelib, Xola binti Huvaylid o'z o'g'liga Abul Osga qizlarini so'rab kelganliklarini, agar shunga ijozat bersalar, qizlarini Abul Osga berishligini aytdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bu taklifdan mamnun bo'ldilar-da, orqalardan ogohlantirdilar. Agar qizim rozi bo'lsagina bu narsaga men rozilik beraman. Qizim Zaynab norozi bo'lsa, aslo bunga unamayman dedilar. Qanday ham go'zal madaniyat sohibi edilar. Bu hozirgi zamondagi har bir ota uchun katta namuna, azizlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qizlaridan "Sen palonchiga turmushga chiqasanmi?" deb so'ramas edilar. Balki nihoyatda odob bilan ularni oldilariga borib, "Palonchi seni eslayapti" deyardilar. Agar qizlari sukut saqlab indamasalar, rozilik alomati bo'lardi. Agar norozi bo'lsalar, ichkari tomonda o'tirib pardani chertib qo'yardilar. Bundan Rasulimiz alayhisalom qizlarining norozi ekanliklarini bilardilar. Zaynab onamizga ham mana shu gapni aytdilar. Ya'ni Abul Os ibn Rabi' radhiyallohu anhu sovchi bo'lib kelganligini, mana shu Abul Osga turmushga chiqishlikka ijozat so'rar ekan, Abul Os seni eslayapti qizim dedilar. Sen haqingda zikr qildi, nima deysan dedilar. Zaynab onamizning yuzlari
charog'on bo'lib yorishib ketganligini ko'rgan Muhammad sallallohu alayhi vasallam tabassum qilib kuldilar-da, rozilik berdilar. Zaynab onamiz ham rozi bo'ldilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning birinchi qizlari Zaynab onamizning kuyoviga uzatishlari bo'ldi va ikkita bir-biriga muhabbat va sadoqatlik bo'lgan yangi oila barpo bo'ldi. Abul Os va Zaynab onamiz hamma uchun namunalik oila edilar. Bir-birlariga muhabbat qo'ygan, bir-birlariga sadoqat va vafoni bildirar, doimo bir-birini hurmat qilardi. Tabiiy azizlar, axir Zaynab onamiz kimning ta'limini olgan? Zaynab onamiz o'z jufti haloliga vafodorlikda butun qiyomatgacha keladigan ayollarga namuna bo'lgan Xadicha onamizni tarbiyalarini ko'rgan. Butun ummat uchun oila maktabini asoschisi bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning tarbiyasini ko'rgan Zaynab onamiz albatta hamma uchun maqtovlik bo'ladigan, hamma uchun ko'zini quvonchga to'ldiradigan namuna kelini bo'lishligi aniq edi. Zaynab onamiz va Abul Os mana shunday hayot kechirib borardilar. Ayni paytda esa azizlar, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam 40 yoshga kirib, u zotga payg'ambarlik vazifasi yuklandi. Siz bilan biz avvalgi suhbatlarimizda o'rganganimizdek, Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'zlarini payg'ambar ekanliklarini birinchi bo'lib oilalariga bildirgan edilar. Xadicha onamiz radhiyallohu anha birinchi bo'lib muslima bo'lar ekan, u onamizdan ta'sirlangan barcha qizlari ham muslima, mu'mina bo'lishlikka musharraf bo'ldilar.